Artroz, osteoartroz, suyak yemirilishi bu kasalliklarni o'zi operatsiya qilish kerakmi? Kinezologiya bu borada nima deydi? Hozir shu haqida gaplashamiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Artroz, artrit bu kasalliklar o'zi aslida suyak yemirilishi. Suyak yemirilishi nimalardan kelib chiqadi? Umumiy olib etadigan bo'lsa, bu borada sabablari juda ham ko'p, faktorlari juda ham ko'p. Bizning noto'g'ri ovqatlanishimizdan tortib, noto'g'ri harakatlanishimizgacha. Lekin o'zi aslida nimadan kelib chiqadi? Artroz birinchi stependan tortib 4-stepengacha. Osteoartroz ham, ya'ni oyoqdagi yemirilish, ya'ni tizza sohasidagi hamda tas sohamizdagi yemirilishlar o'zi aslida nimadan kelib chiqadi? Bizani birinchi navbatda nimadan kelib chiqishi bu asabdan. Ikkinchisi bu noto'g'ri harakatlardan, jismoniy harakatlar yetarli darajada emas. Chunki odamga har doim ikkita taraflama ozuqa kerak. Birinchisi ruhiy taraflama, ikkinchisi jismoniy taraflama. Agar sizda ikkalasidan bittasida muammo bo'lsa, demak o'sha muammolar mana shu osteoartroz, artroz kasalliklariga yoki nekroz kasalliklariga olib kelinadi. Kinezologiya bu sohada nima deydi? O'zi aslida suyak yemirilishini qanaqa qilib davolanadi? Suyak yemirilgandan keyin bizga savol berishadi. Kinezolog sifatida siz nima deysiz? Mana oyog'imda yemirilish bor, ikkinchi stepen darajali yemirilish bor. Qanaqa qilib davolaysizlar deydi. O'shanda savol beramiz. Sizning holatingiz o'zi qanaqa? Ikkinchi stepen bo'lgani bilan uni mushaklarida yoki bellarida muammolar bo'lishi mumkin. Belida yoki harakatlari bemalol cheklangan, lekin artroz, ya'ni suyak yemirilishi bor. Birinchi navbatda uni mushaklarini qayta sozlab olish kerak. Ya'ni siz tikka turgan holatingizda sizning oldi taraf mushaklaringiz bor-ku, oldi taraf mushak, ya'ni premolniy bedra deydi. Ya'ni bedro mushaklaringiz sizniki har doim yaxshi holatda bo'lishi kerak. Chunki sizning tayanch nuqtangiz, sizni ko'tarib turadigan nuqtangiz normal holatda ishlashi kerak. Ikkinchi navbatda siz jismoniy harakatingiz hech bo'lmaganda 40% dan 50% gacha bo'lishi kerak. Men tag'in ham 60-70% demayapman. Bu navbatda bu birinchi navbatda bu narsalarni ukol dorilarsiz davolasa bo'ladi. Ukol dorilarsiz davolasa bo'ladi. Kinezologiyada umumiy mushaklarning holati ishlanadi. Spazmlar yechilgandan keyin og'riq 70% ga qo'yib yuboradi. Hech qanaqa ukol dorilarsiz. Xo'p, yemirilgan narsa qanaqa qilib to'xtaydi desangiz, yemirilgan narsani orqaga qaytarib bo'lmaydi. Ya'ni u yemirilgan narsani o'sha biometriskiy korreksiya deydi. O'sha korreksiya orqali bu narsalarni lecheniya qilib, ya'ni davolab, mushaklarni normal holatda sozlagandan keyin og'riqlar 60-70% ga qo'yib yuboradi. Keyingisi siz e'tibor berish jihatingiz, ya'ni bizani ko'pchiligimizning e'tiborimizdan chetda qoladigan narsa bu noto'g'ri ovqatlanish. Keling, hozir noto'g'ri ovqatlanish haqida hech qanaqa oshqozonga, hazm bo'lmaslikka yoki semirib ketishga bog'lamaymiz-da. Faqatgina bizga yeyotgan narsamizni artrozga qanaqa ta'sir qilish haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda kelgan bemorga biz nima deymiz? Xamirli ovqat, ya'ni non, shakardan voz kechib turishini tavsiya qilamiz. Shakardan voz kechish oson, ovqatdan ham bo'lmaydi voz kechish oson, lekin nondan voz kechish juda ham qiyin. Voy deydi, men nima yeyman deydi. Sog'lig'ingizga e'tibor berish uchun, sog'lig'ingizga kerak bo'lganligi uchun o'sha narsadan vaqtinchalik to'xtatib turasiz. Asosan hozirgi kunda, ya'ni 40, 50, 60 yoshdan keyingi holatlarda, ya'ni 60 yoshga ham yetib bormayapti. Hozir 35 yoshda ham, 30 yoshda ham artrozlar, tiz artrozi boshlanyapti. Bu juda ham bir ayanchli holat, bir kulgili holat. Nimaga kulgili desangiz, yosh odamlarda, 35 yosh, 40 yosh odamlarda qayerdan kelib chiqyapti bu artrozlar? O'sha narsalarni o'zi birinchi navbatda aniqlab olishimiz kerak. Agar sizda ham tanishingizda shunaqa holatlar bo'lsa, siz savol bering. Nima holat? Ya'ni kulli holating qanaqa? E'tibor bering. U konkretni kam harakat bo'ladi. Yoki oyog'ida og'riq yoki belida og'riq bo'ladigan bo'lsa, ko'p o'tirib ishlaydigan yoki ko'p harakatsiz, ya'ni ko'p yotadigan odamlarda bu narsa kuzatiladi. Bunga asosiy yechim nima qilish kerak? O'sha aytganimizdek, yegan narsalarni kontrol qilish kerak. Non, xamir, shakar. Ko'p narsa emas, 3 ta donagina narsa. Agar siz bundan voz kechsangiz, organizmingizda nimalar o'zgaradi? Birinchi navbatda siz xamirdan, nondan voz kechganingizdan keyin juda ham katta kaloriyani qabul qilmaslikni boshlaysiz. Chunki non juda ham katta kaloriya. Organizm uchun, oshqozon uchun, o'tfek uchun bu juda ham katta nagruzka hisoblanadi nonni hazm qilish. Agar siz kulli harakatingiz juda ham ko'p bo'lsa, mayli, agar yesangiz bo'ladi. Lekin sizda kam harakatlimi, tabiiyki oyoq yemirilish boshlangandan keyin og'riq kuchayadi.
Og'riq kuchaygandan keyin bizning harakatlarimiz juda ham sekinlashadi yoki kam bo'lib qoladi. Siz agar shu nonlarni yemaydigan bo'lsangiz, oshqozoningizda hazm jarayoni tezlashadi. Hazm jarayoni tezlashgandan keyin o'shanda ichki organga, oshqozonga, o'tfekka, yo'g'on ichiga hamda ingichka ichiga nagruzka, ya'ni yuklama tushmaydi. Natijada ichki organlarning hammasi normal holatda soatda ishlashni boshlaydi. Undan keyin siz kinezologiya muolajalarini olsangiz, sizda yengillik paydo bo'lishi boshlaydi. Yana bir marta aytaman, yemirilib bo'lgan narsani orqaga qaytarib bo'lmaydi, lekin uni to'xtatish imkoni bor. Lekin shuni bilib oling, ukol, dori, hech qanaqa kapinesa sizni yemirilishingizni to'xtatmaydi. Tabiiy harakatlar, ya'ni kinezologiyaning muolajalari juda ham zarur bo'ladi. Chunki mushaklar bilan, miya bilan, oyoqdagi mushaklar bilan, nervlar bilan ishlanadi. Agar siz shu narsalarga tavsiya qiladigan, ya'ni o'sha narsalarga amal qiladigan bo'lsangiz, sizda juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Bu video orqali hammasini tushuntirish juda qiyin. Agar sizda qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyalarda, izohlarda yozib qoldiring. Именно keyingi videolarimizni savol-javobga o'tamiz yoki qisqa muddatli savol-javoblarga o'tamiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarimizni kuzatishda davom eting. Qiziqarli ma'lumotlar haqida ulashishga harakat qilamiz. Bilaman, hozir qisqa bo'lib qoldi, lekin keyingilarida xudo xolasa sizga tushuntirib o'tib ketamiz. Sizni qanaqa muammolar qiynayotgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bu muammoga biz hech qanaqa ukol dorilarsiz tabiiy ravishda yechim berishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha